Assalomu alaykum obunachilarimiz. Ana xuddi mana shu joyga o'tgan hafta qizil Nexia'ni reklama qilgandik. Ana qizil Gentra bo'ldi bu dafar. Atak 2015-yil ishlab chiqarilgan ana Gentra mashinasi birinchi pozitsiyasi. Ikki kurukdan ozgina o'tgan probegi. Atak bu mashinani olasiz, maza qilib taksichilikami, o'zingiz ro'zg'oringizgami ishlatishingiz mumkin. Metan gazlari bor, tayyor. Balonlari ham juda ham zo'r holda ishlab turibdi. Konditsionerlari bor. Puli ham juda ham arzon. Ana o'zi egadan so'rab aytamiz. Ana motorxonasi, kraskasi polni radnoy deyishdi. Ustangiz bilan tekshirib olaverasiz. Narxi $6100. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.